Xom xayol? Ha, o'zingga bir qara. To'nka. Xom semiz. Dadam po'ksemiz derdilar. Yosh bolaga qornining nima keragi bor? Undan tashqari sendan badbo'y hid kelyapti. Meni tahqirlashga haqqingiz yo'q. Yaqin kelma, og'zingdan hid kelyapti. Ugway aytadiki, men barmoq qaychi uslubi. O'y, bu emas. Bu uslubni bilasanmi? Ha, 3-sulola davrida ishlab chiqilgan, ha. Jimjilog'imni qissam nima bo'lishini bilasanmi? Yo'q. Uslub bajarilgandan keyin kimga qiyin bo'lishini bilasanmi? Farroshlarga qiyin bo'ladi. Mayli, faqat jahlingiz chiqmasin. So'zlarimni diqqat bilan tingla. Ustoz Ugway seni tanladi, lekin ishontirib aytamanki, mashqlarimdan keyin bunga o'zing pushaymon bo'lasan. O'qitdingmi, uka? Ha, o'qdim, bildim, tushundim. Yaxshi. Unda tayyorlan.